Nima? Telefonim polit rejimida bo'lsa ham interneti ishlasin, Wi-Fi ulamasdan ishlating, qo'lingizdan kelsa. Va qanday qilib polit rejimida Wi-Fi ulamasdan internet mayli, o'rgataman. Bir dona like bosib qo'yasiz, agar o'xshasa, podpiska ham bosib qo'yish esdan chiqmasin. Birovga aytishim yo'q, lekin sizga o'rgataman xolos. Bosdik. Demak, boshladik. Qaranglar, YouTube'ga kiryapman. YouTube'ga kirganimda internet ishlab turibdi. Mana ochyapti, ko'ryapsizlar-a? Endi men bu yerda polit qilaman. Bo'ldi. Hech nima ulaganim yo'q, ahamiyat beringlar. Va qo'ng'iroqqa kirib, yulduzcha reshotka 46 36 reshotka yulduzchani teramiz va birinchiga bosamiz. Mana bu yerda knopkacha bor. O'sha knopkachani bitta bosib qo'yamiz. Yonadi. Yongandan so'ng qaranglar. Endi YouTube'ga kiramiz. Bu yerda qaranglar. Hamma yoq o'chiq. Agar YouTube hozir ishlab bersa, bitta like bosib, podpiska bosib, o'rtog'inglarga jo'natib qo'yasizlar. Ketdi, YouTube ishlayapti. Nima deyapti bu? Yana shu joyga qaytib kiramizda, shuni o'chirib qo'yib, yana pilot rejimidan chiqaramiz. Shunga o'xshagan eng qiziqarli videolarni o'tkazib bo'lmasligi uchun Usta X ga obuna bo'lib qo'ying. Ha, aytgandek, baribir sim kartangiz pulidan ketadi. Like, podpiska sizdan, xizmat qilish bizdan. Bosdik.